Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Ommaviy axborot vositalari vakillari, briefing ishtirokchilari. Hurmatli davlatimiz rahbarining aholining turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha yaratib bergan keng imkoniyatlari natijasida aholi murojaatlariga asosan mahallalarda yillar davomida to'planib qolgan tizimli muammolarni bartaraf etish borasida tumanimizda ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Inson qadri uchun tamoyil asosida olib borilayotgan bunday xayrli ishlar doirasida mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, ichki yo'llarni asfaltlashtirish, ichimlik suvi va elektr ta'minoti sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish choralari ko'rilmoqda. Eng muhimi bu o'zgarishlar aholining kayfiyatiga, ertangi kunga bo'lgan ishonchiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, har bir xonadonga farovonlik va fayz olib kirmoqda. Xalq bilan doimiy muloqotda bo'lish, ularning dardi tashvishlarini eshitish, muammolariga tezkor yechim topish bugungi kunda asosiy vazifalarimizdan eng muhimidir. Hurmatli tumandoshlar, briefing ishtirokchilari, sizlarga Xatirchi tumanida 2026-yilning birinchi yarim yilligi davomida aholi murojaatlari bilan ishlash holati, erishilgan natijalar va bu borada ustuvor vazifalar xususida to'xtalib o'taman. Bugungi kunda tumanimizda 219 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Aholi murojaatlari bilan ishlash, ularning muammo takliflarimiz vaqtida hal etish doimiy e'tiborimizdagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. 6 oy davomida xalq qabulxonalari orqali 3317 ta murojaat kelib tushdi. Bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan 620 taga, ya'ni 15% ga kamayishiga erishildi. Ushbu ko'rsatkich fuqarolarning muammolarini ijobiy hal etish, sayyor qabullar o'tkazish, mas'ul tashkilotlar faoliyati samaradorligini belgilab berdi. Kelib tushgan murojaatlarning 2923 tasi ko'rib chiqildi. Shundan 2659 tasi, ya'ni 91% qanoatlantirildi. 1121 ta murojaat ijobiy hal etildi. 1538 ta murojaat bo'yicha fuqarolarga amaldagi qonunchilik asosida huquqiy tushunchalar berib o'tildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, fuqarolarimiz asosan ijtimoiy himoya, moddiy yordam, aliment undirish, bandlik, sog'liqni saqlash va infratuzilma bilan bog'liq masalalar yuzasidan murojaat qilmoqda. Fuqarolarimizning murojaatlariga asosan mazkur yo'nalishlar bo'yicha qonunchilikka muvofiq mas'ul tashkilotlar bilan birgalikda manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Fuqarolar bilan ochiq muloqotni tashkil etish maqsadida hisobot davrida 88 marotaba sayyor qabullar o'tkazildi. Ushbu qabullarda 831 nafar fuqarolarning murojaatlari qabul qilinib, bu borada aholi muammolarini bevosita joyida hal etish, qolaversa tezkorlik bilan joyiga chiqib o'rganib, muammolar yechimi bo'yicha shug'ullanildi. Aholi salomatligini muhofaza qilish maqsadida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar tashkil etilib, natijada 468 nafar bemor respublika shifoxonalarida davolanish uchun yuborildi. 77 nafar fuqaroda homiylik mablag'lari hisobidan jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishida 1771 nafar fuqaroga bola nafaqasi, 183 nafariga moddiy yordam, 83 nafariga boquvchisini yo'qotganlik va 18 nafariga yoshga doir nafaqalar tayinlandi. Uy-joy sharoiti og'ir bo'lgan 25 nafar fuqaroning uy-joylari mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ta'mirlab berildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ko'magida esa 54 ta xonadonga energiya samaradorligini oshirish maqsadida quyosh panellari o'rnatib berildi. Murojaatlarni qonunchilikka muvofiq o'z vaqtida ko'rib chiqilish va ijobiy hal etilishini ta'minlash bo'yicha mas'ullarning javobgarligi yuzasidan qat'iy choralar ko'rib borilmoqda. Kamchiliklarga yo'l qo'ygan 10 nafar rahbar va xodimlarga nisbatan mehnat qonunchiligiga muvofiq intizomiy jazo choralari qo'llanilib, shaxsiy javobgarligi kuchaytirildi. Hurmatli briefing ishtirokchilari, fuqarolarning har bir murojaati biz uchun muhim.
Chunki har bir murojaat ortida inson taqdiri, oilaning muammosi va aholining davlat idoralaridan kutayotgan ishonchi mujassamdir. Shu bois kelgusida ham murojaatlarni o'z vaqtida va sifatli ko'rib chiqish, ayniqsa ijtimoiy yordam, infratuzilma va bandlik bilan bog'liq masalalarni tezkor hal etish, shuningdek ijro intizomini yanada mustahkamlash ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.